tekshiriladi. Mana o'sha $1 million ishladim, $500,000 olib borgan pulim. Endi $1 millionni sekin o'zimizni o'zbek shotiga qaytarib chiqaraman desam, Shunaqa. muammo bo'lmaydimi? Agar O'zbekistondagilar Amerikaga pul tikish barrierimi, ma'lumotimi, informatsiyasi kamligi uchun unaqa katta ko'ngildagidek bo'lmayapti. Hatto davlat rahbarlari uchrashuvda qanchadir pul tikiladi dedi. Men kecha do'stlarim bilan gaplashganda chet elga yagona bitta mamlakat qoldi, Amerikaga hech qanaqa barrierlarsiz pul oqimi bor, lekin boshqa mamlakatlarga asosli bo'lgan joyda ruxsat bor, qolgan yerda yo'q deb birlashib. Siz bilan ukamiz o'tirganda shu nimani aytdi, shu masalani eshitmaganlar uchun ashula qilib aytib bering, nima degani bu? Shunaqa. Endi 1-yanvardan boshlab o'sha prezidentimizning qarorlari bilan bo'layotgan o'zgarish, endi siz agar O'zbekistondagi biznes egasi bo'lsangiz, Amerikada siz kompaniya ochib, kompaniyani ustavnoy fondiga hech narsa xarid qilmasdan, shunchaki $1 million $500,000 qancha miqdorda bo'lsa ham pul kiritsangiz bo'ladi. O'zbekiston banklaridan masalan boshqa O'zimni yuridik firmamdan filial ochdim-da, u yoqqa pul chiqartirib yubordim. Xuddi shunaqa. Bu qonuniy mumkin. Bu qonuniy mumkin. Yagona mamlakat hozircha Amerika Qo'shma Shtatlar. Boshqa dunyoning hech qaysi mamlakatida bunaqa imkoniyat yo'q. Bu nima beradi biznes egalariga, qanaqa imkoniyat? Qulaylik beradi. Misol uchun siz hozir o'sha pulingizni chiqarishni har xil yo'llarni qidirmaysiz. Birorta kimga iltimos qilib yoki biror bir narsa xarid qilib qilmaysizda, bemalol borasiz, O'zbekistondagi xohlagan bankingizga kirasiz. Men o'sha Amerikadagi shotimga $500,000 tashlamoqchiman deysiz, bemalol amalga oshirasiz, hech qanaqa muammo yo'q. Ichki внутри kompaniyani o'zini shotiga перекидать qilasiz. Shunaqa. Xo'p, bu nima beradi? Nima, qaysi kompaniyalarga bu qiziq? Mana faraz qiling deylik. Samarqand gilamlari deylik. Amerika bozoriga kirmoqchi. Amerikada filiali bormi yo'q bilmayman. Endi u yoki deylik DNS soklari yoki yana bir boshqa qaysidir brend. Qanaqa imkoniyatlar eshigini ochadi? Birinchi navbatda imkoniyatda asosiysi investitsiya. Misol uchun siz masalan u yoqqa borganda hamkor qidirmaysiz. Agar siz Amerikada masalan Hasan aka o'zlarining bizneslarini Amerikada tashkil qilmoqchi bo'lsalar, ularga hech qanaqa baryer yo'q. Vizalarni oladilar. Mana shu viza jihatlari, shu biznes vizalar haqida biz yordam beramiz advokatlar. Undan keyin siz bemalol pulingizni yoqib ko'chirasiz Amerikaga, bozorni o'rganasiz va investitsiya qilib ishingizni boshlaysiz. Amerikada ishlagan pulimni bemalol bu yoqqa ham ko'chira olamanmi yo Amerikada savol-javob so'rovlar ko'p deyshadi, bu qanaqa? Xuddi shunaqa. Amerikadagi savol-javoblar bu asosan nima sababdan bo'layotganligiga qarab tekshiriladi. Mana o'sha $1 million ishladim, $500,000 olib borgan pulim. Endi $1 millionni sekin o'zimizni o'zbek shotiga qaytarib chiqaraman desam, Shunaqa. muammo bo'lmaydimi? Endi bu Amerikaning qonunchiligida muammo yo'q. Qancha pul olib chiqib ketishingiz bo'yicha O'zbekiston tarafda ham menimcha muammo yo'q pul olib kirishingiz bo'yicha. Lekin Amerikada bir tekshiruvlar bor, bir xilla o'zimizda uy olamiz deganlar, ba'zi sxema qidirishadi. Anaqaga tushib qoladi, blokka tushib qoladi, sabab so'raydi, boshqa deydi. Compliance. Amerikada ham compliance tizimi. Albatta. Oddiy uyingizga ishlagan pulingizni chiqarsangiz ham sxema bir narsa bo'lsa blokka tiqadi deyshadi. Shunaqa. Endi blokka tiqishining sabablari ham bor. Misol uchun agar siz masalan Amerikaga yangi kelgan tadbirkorsiz, mana Amerikaga kelganingizga 1 yil ham bo'lmadi, sizni shotingizdan $1 million kundan ko'p pul aylanyapti. Endi Amerika juda ham katta davlat va har xil millatdan kelganlar bor va har xil misol uchun o'sha narkotika yoki boshqa mana shunaqa due diligence, korrupsiya masalalari bor. Shu narsalarni tekshirish uchun banklar ma'lum bir nuqtadan o'tgandan keyin to'xtatib qo'yadi. Lekin agar sizda hech qanaqa sanksiyalar bo'lmasa, xalqaro sanksiyalar yoki Amerikada biror bir muammo bo'ladigan bo'lmasa, uni yechib olish juda ham katta muammo emas.